Bratishkani o'sha qanotchalari chiqib qopti. Bugun 5-kun. O'sha qanotlari bilinib qopti chiqqanlari. Qorasida ham xuddi shu. 5-kunda o'sha qanotlari chiqar ekan. Ancha yugurib yurishibdi. O'sha bugun ancha sezildi. Bular tikka bo'lgani. Pateriya bo'ldi. Bo'lmadi emas, pateriya ko'p emas. 6 ta, 5 ta atrofida bir kunda. Kecha ham bugun ham shunaqa bo'ldi. 5 ta, 6 tadan. Lekin ancha dadil ko'z tegmasin, bir ko'ring-da. Yem faqat yem talab ekan endi. Suvi, yemi vaqtida hamma joyi 3 ta, 4 ta, 5 ta. Mana maytga ham qo'yib qo'yganman. Bitta brollerimiz nimagadir cho'laqlanib qoldi. Oyog'i sinib qoldi, buni oyog'ini bosib qolibdi bilmayman. Bittasi nokaut bo'lish harakatida. Brollerlar nima bo'lyapti so'raganlar ham bordi. Bular xudoga shukr hammasi zo'r. Birorta bir pateriya yo'q. Bitta mana shu cho'laqlanib qolgani uchun tashqariga chiqarib qo'ydim. Bugun bularda apilkasini yangiladim. Apilkasini yangilamasam, qandaydir o'sha sassiq hid paydo bo'ldi. Shunday vazga apilkasini polностью yangilab yubordim brollerlarga. Brollerni ham bitta ko'ring. Dumlari chiqishni boshladi o'sha bugun bularda. Akachi. Ana, dumi chiqib qoldi o'sha. Qanotlari ham o'sha ancha katta. Broller lekin yemni to'xtatmaydi ekan. Shu to'kib berasiz, o 20 minutdan keyin tugaydi ekan haligi yem. Yemi doimiy turishi kerak ekan. Shu narsani sezdim brollerda ekan. Juda ko'p yeydi ekan. Xudoga shukr hozircha yaxshi. Nasib bo'lsa 10 kunlik bo'lganda vaksina qilish kerakligini aytishdi. Lasotdami degani bor ekan. Shundan qilamiz nasib bo'lsa. Hozircha proses zo'r ketyapti, lekin uyqu bo'lmayapti. Ular bilan uyqu bo'lmaydi ekan. Boshida endi shunaqa ekanda, kuzatuvchilar bir gap bo'lar, uyqudan voz kechib turibmiz endi. Xona bir xilda turibdi, xudo xolasa 36, 37. 30 ga ham tushdi bugun. Hech narsa o'zgarish sezmadim, hali to'planib olishlarni sezmadim, bu yaxshi. Faqat yem, bedanalarga ham faqat yem kerak ekan. Yem suv bo'ldi, boshqa narsa kerak emas ekan.